Akamış muhabbet hayatıda kızla bekerek çarçamdı o ya oğalla mı? Elbet kızlardı. Kanda değilse. Olsa demesi bulağa. Biçerle bir ömrüde ikki ishni o'ylaydi. Birincisi, mush bola bilan menga baxtli ko'p ketsam. Ikkinchisi, mush bolani bir tutib olsam. Nimani tutib olsam deydi, shu shanslarni tashiraydi o qara. Shanslarni masalan bir do'stim bilan tushga rasmim bo'lsa, ash shanslik rasmdan sol taraf chiqdi, bir kichik bir egiz boshli oyoq bilan chiqib qolgan bo'lsa, bu shu yerda gumon qo'zg'aldi qara. Bu kimning oyog'i, bu kim o? Poyinchalar qaraydi. Bütün kız poyinchadagi do'stlarining oyoq rasmlarini yo'g'antib, oyoqlarini moslashtirib qo'ydi. O'sha oyoqdan birini tepib oldima, to'shans aka bilan so'qishdi. Ma kim o? Qachon berganlar? Yumshoqni odamlar. Yana kimlar bor? Devtenjilerin teşhiriydi. Sen devtenjilerin şunchalik pokiz bo'lgan taqdirdami, masalan biroq saboqdosh qizlarga ya bir jiroq tuqqan qizlarga sana "Sayma" deb gapib qo'ygan bo'ldi. Sen muhabbatni xohlab qolmaysan deb shuni gap qilmagan bo'lsa, o'shna gap biz o'qisha oladi. Qilmagan qag'ini. Mana eskilarni yuzgatdingiz. Bichirlar charjimamdaya, mushta tutvilishning ko'yida, tutvilishning ko'yida. Bir pulsang topasa deb bu bichirlar tutib olma. Yastımı to'qim tutib olma, qo'psim to'qim tutib olma, bir kun rost tutib bersa bularga. Anamga qanday qilsa, kechirim so'raysa, bular diqqat qilay deysa, menga bir qitim fursat ber deysa, fursat berdi o'shuna bilan. Bir qitim fursatdan keyinchi. Bir qitim fursatdan keyin shuna ikkinchi qitimni tutib yomon tirishdi shu.